Yuqori samarali odamlarga xos 7 odat. Effektiv hayotning asosi prinsiplar. Bu nafaqat hiyla yoki layfhaklar, balki abadiy qonunlar. Proaktiv bo'ling. Ta'sir va javob o'rtasida bo'shliq bor. Aynan shu bo'shliqda biz tanlov qilamiz. Nihoyani ko'zda tutib boshlang. Har bir narsa 2 marotaba yaratiladi. Avval ongda, keyin hayotda. Muhim ishlarni birinchi bajaring. Vaqtni boshqarish ko'proq ish qilish emas, bu muhim ishlarni tanlash. G'alabaga intiling. Kimdir yutib, boshqasi yutqazishi shart emas. 3-yo'l ham bor. Hamma g'alabada. Avval tushunishga harakat qiling. Aksariyat odamlar eshitmaydi. Ular faqat javob berish uchun tinglaydi. Sinergiyaga erishing. Yig'indidan kuchliroq bo'lgan yagona narsa jamoa. Farqlar tahdid emas, kuch manbai. O'zingizni yangilab boring. O'zimizni jismoniy, aqliy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan muntazam yangilab turishimiz kerak. Bu odatlar bir martalik harakat emas. Bu o'sish yo'li, bu hayot tarzi. Obuna bo'ling. O'zgarishingiz shundan boshlansin.